Diqqat, O'zbekistondagi metan zapravkalar haqida xalqqa xushxabar. Metan zapravkalar ish faoliyatini soat nechida boshlab, qanchada tugatishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Energetika vazirligi bugun 2 fevraldan metan zapravkalar soat 10:00 dan 16:00 gacha faoliyat yuritishini e'lon qildi. Vazirlik axborotiga ko'ra, Farg'ona vodiysida metan zapravkalarning ish vaqti hokimliklar bilan kelishilgan holda gaz bosimidan kelib chiqib belgilanadi. Shu bilan birga ijtimoiy soha obyektlariga xizmat ko'rsatuvchi maxsus texnika va jamoat transportlari uchun gaz ta'minoti cheklovlarsiz barqaror tarzda ta'minlanadi. Metan zapravkalar ish faoliyati haroratning ko'tarilishi va kelgusi hafta davomida bahoriy iliqlik kutilayotgani fonida o'zgartirildi. O'zgidromet 2 fevral dushanba kuni havo harorati ko'tarilishi, xususan Toshkent shahrida 18 darajagacha iliq bo'lishini prognoz qilgan. O'zbekistonda havo harorati pasayishi sababli 20-yanvardan metan zapravkalar faoliyatiga yana vaqtincha cheklov kiritilgandi. Farg'ona viloyatida metan gaz berilmagani ortidan avtobuslar bir necha kun yo'nalishga chiqmagandi. Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati rahbari Mas'udjon Sulaymonov faqat Farg'onada emas, butun respublika bo'yicha metan gaz yetkazib berishda muammo borligini aytgandi. Xususan, gaz tanqisligi fonida Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahrida ham avtobuslar to'xtagan. Shundan so'ng hududlarda jamoat transporti harakatining barqarorligini ta'minlash uchun qo'shimcha choralar ko'rildi, deyiladi xabarda.